Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan Nabreji Chili Nijikamsk yo'nalishlari bo'yicha qo'yilgan qonuniy reyslarimiz haftada 2 kun seshanba juma kunlari soat 18:00 da amalga oshirilmoqda. Toshkent avtovokzalidan reysi va avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Bundan tashqari Toshkent Moskva Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha ham qonuniy reyslar haftasiga 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha amalga oshiriladi. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqib, joylaringizni band qilsangiz bo'ladi. Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kanallarimiz hammasi ishlab turibdi. Ularga kirib ham avtobusimiz sharoitlari bilan batafsil tanishib, savollaringizga ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning avtobusimiz sharoitlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 2 ta monitor, 2 ta kuler, idorachi moslamalari, qishni yoz ishlaydigan konditsionerlar, 51 ta mesadan iborat komfort. Hech qanday ortiqcha odamlarsiz 3 ta shofyorlar orqali 2-3 kunda manzilingizga bemalol, bexavotir yetib olishingiz mumkin. O'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha ham yuk olishingizga mumkin. Hoziroq bizga aloqaga chiqib, joylaringizni band qiling, ulgurib qoling. Biletlarimiz soni cheklangan. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salom.